Assalomu alaykum aziz hamyurtlar. Bugun men sizlarga og'riqli va vijdonni qiynovchi voqea haqida yana bir bor murojaat qilmoqchiman. Avval ham bir necha bor aytganimiz, ushbu achinarli voqea Buxoro viloyati Olot tumanidagi 27-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida sodir bo'lgan. Joriy yil 21-aprel kuni sodir bo'lgan ushbu voqeada bog'chaning mudirasi metodist bilan birgalikda shaxsiy adovat sababli bir tarbiyachini bolalar ko'z o'ngida kaltaklagan. Biroq eng dahshatlisi, metodist tarbiyachining yuzini tishlab qonga belagan. Ha, to'g'ri eshityapsiz. Metodist o'z vazifasi, bolalarga tarbiya berish kerak bo'lgan odam hamkasbining yuzini tishlab qonga belagan va turli tan jarohatlari yetkazgan. Bu hammamiz uchun oyatday aniq hushyorlik signali bo'lishi kerak. Ushbu holatda sodir bo'lgan janjal, ya'ni mudira va metodistning tarbiyachini yosh go'daklar oldida kaltaklashi va tishlab qonga belashi shafqatsiz va xatarli holat deb hisoblayman. Voqea guvohlari yosh go'daklar. Ular bu shafqatsizlikka to'g'ridan to'g'ri shohid bo'lishgan. Ruhiy bosim, qo'rquv, shok holati bularni hech qanday qaror yopib qo'ya olmaydi. Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanuvchi go'daklar eng himoyasiz toifa hisoblanadi. Ularning ko'z o'ngida zo'ravonlik va shafqatsizlik bo'lishi ularga ruhiy jarohat qoldirishi mumkin. Bu holat bolalar huquqlarini buzish hisoblanadi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar buni alohida og'ir holat sifatida baholashi lozim. Bolalar huquqlarini himoya qilish to'g'risidagi qonunga asosan, bolalarni ruhiy va jismoniy zo'ravonlikdan himoya qilish davlatning bevosita burchidir. Jamoatchi faol sifatida bolalar ruhiy salomatligi va ta'lim muhitining sog'lomligini talab qilish nafaqat fuqarolik huquqim, balki insoniy burchim deb bilaman. Eng achinarlisi, zo'ravonlik sodir etgan mudira va metodist ishda qolib, eng ko'p jabr ko'rgan tarbiyachi ishdan bo'shatilgan. Bu adolatni joyidan ko'chirib, zo'ravonlikni mukofotlash demakdir. Va aynan shunday joylarda bolalar ertaga shafqatsizlik qurboniga aylanadilar. Ushbu janjalda mudira mansab vakolatini suiiste'mol qilgan. U o'z lavozimidan shaxsiy adovat uchun foydalangan. Shaxsiy adovat tufayli bolalar ko'z o'ngida shafqatsiz janjal qilib, mehnat intizomi va pedagogikaga zid xatti-harakatlar qilgan. Mudira rahbar bo'la turib, bunday qo'pol xatoga yo'l qo'ygan. Bu axloqiy tashkilotchilik va mehnat intizomlarining qo'pol ravishda buzilishi bo'lib hisoblanadi. Zero Mehnat kodeksining 138-moddasida jismoniy yoki ruhiy zo'ravonlik ish joyida qo'llanilsa, bu ishdan bo'shatishga asos bo'ladi deb ko'rsatib o'tilgan. Bolalarni zo'ravonlikdan himoya qilish to'g'risidagi qarorlarda pedagog va rahbar bolalar oldida xulqi bilan namuna bo'lishi shart deb ko'rsatib o'tilgan. Maktabgacha ta'lim tashkiloti uchun ta'lim ichki nizomida esa bolalarning xavfsizligi ta'minlanmasa, rahbar javobgar bo'lishi ta'kidlab o'tilgan. Shunga qaramay, mudira haligacha ishdan olinmagan. Faqat intizomiy jazo sifatida hayfsan berilgan. Bu bilan ish yopib qo'yilgan. Bu mutlaqo noto'g'ri, kam va kamsituvchi jazo hisoblanadi. Chunki bu yerda bolalarga nisbatan ruhiy zo'ravonlik mavjud. Demak, bu ta'lim muassasalarida zo'ravonlikka nisbatan murosali munosabat borligini anglatadi. Men O'zbekiston Respublikasi fuqarosi, jamoatchi faol sifatida va inson sifatida bu adolatsizlikka mutlaqo qarshiman. Hayfsan bu qonunbuzarlikka nisbatan yetarli chora emas. Demak, ushbu holatda viloyat xalq ta'limi boshqarmasida manfaatdor shaxslar borligi shubhalarga asos bo'ladi. Ushbu NTTda bunday janjallar tez-tez sodir bo'layotgani bolalar huquqlari,
ta'lim qoidalari va mehnat intizomining qo'pol ravishda buzilishi bo'lib hisoblanadi. Biroq joriy yil 21-aprel kunida sodir etilgan ushbu ish yuzasidan sud jarayoni 2 oydan oshiq vaqt o'tsa-da, qonunda belgilangan muddatlarda haligacha yakuniga yetkazilmagan. Yakuniy qarorlar qabul qilinmagan. Adolat kechikmoqda. Nima uchun? Sabablari nima bo'lishi mumkin? Birinchi, aybdorlarni qo'llab-quvvatlovchi shaxslarning aralashuvi. Ta'lim muassasasi rahbariyati, viloyat xalq ta'limi boshqarmasi yoki mahalliy hokimiyat bosimi, ya'ni sudga nisbatan. Ikkinchi, ishni yumshatish harakati. Holatni ichki nizo sifatida baho berishga urinish. Uchinchi, sudya yoki ishni yuritayotgan xodimning bee'tiborligi. Adolatli jarayon kechikishi bu huquqiy zo'ravonlikka tengdir. Azizlar, siz ham befarq bo'lmang. Bunday holatlar faqat bir odam emas, butun jamiyat, bolalarimiz, ertangi kelajagimiz uchun ulkan xavfdir. Har bir vijdonli inson bu kabi holatlarga norozilik bildirishi kerak. Adolat biz talab qilsakkina qaror topadi. Hamma salomat bo'lsin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.